Bu o'tgan bir yil hayotimdagi eng katta o'zgarishlardan bittasi bo'ldi deb o'ylayman. Bu oddiy bir marafon emas, bu o'zimni sinash edi. O'z chegaralarimni bilish va ularni yengish uchun yo'lga chiqdim. Tongda, qorda, yomg'irda, sovuqda yugurishlar har bir charchoq nafas bu g'alabamni bir bo'lagi edi. Mana bu Shohruxni ko'ring. Vesi 90 kilo. Endi mana bu Shohruxni ko'ring. Bu bugun Toshkentdan Barselonaga kelib 42 kilometr yugurib o'tdi. Mashg'ulot har doim oson bo'lmagan, ba'zan kuchim yetmayotgandek tuyulardi. Ba'zan bo'lsa shunchaki taslim bo'lgim kelgan. Lekin har safar o'zimga bitta savol berganman. Nimaga boshlagan edim o'zi? 5 kilometrga yetganda bo'lsa, oyog'imda kuchli og'riq paydo bo'ldi. Bu og'riq meni to'xtatmoqchi bo'ldi. Ichimdagi shubha ovozi bo'lsa, "Bo'ldi, to'xta, keyingi safar yugurasan" derdi. Lekin men to'xtamadim. Chunki bu marafon emas, bu meni hayotim edi. Har bitta odamning o'z marafoni bor. Har bir qadam hayotdagi tanlovi. Og'riq bilan, lekin ishonch bilan yugurdim. Meni oldinga siljitgan narsa mukofot emas edi. Bu o'zimga bergan va'dam edi. Men so'zimni buza olmasdim. Finish chizig'ini kesib o'tishim bilan to'xtab orqamga qaradim. Bu orqada qolgan kilometrlar emas, bu orqada qolgan qo'rquv, shubha va yengishni istagan ovozlar edi. Men marafonni tugatdim va bu men uchun yangi bosqich edi. Bu medal shunchaki temir emas, men uchun bu medal iroda, sabr va ishonch ramzi bo'lib qoladi.